Assalomu alaykum hurmatli baliqchiliklar. Chinobod shaharchasi Eski Qo'rg'oncha yangi Farovon mahallasida 17 sotixli tayyor biznes, parnik biznesi sotuvga qo'yildi. Bugun mana shu uyimizni obzorini sizlarga ko'rsatamiz. Ushbu yer maydoni atrofi qo'rg'on qilingan. 17 sotixdan iborat, 17 sotixdan ham oshiqroq. Tayyor tizimlashtirilgan. Hozirda hosillari yig'ilib, yiliga o'rtacha $15,000 sof daromad keltirib turmoqda. Tayyor strukturalari, parnik qismlari, isitish tizimlari ko'mirga moslashtirilgan. Hozirda hosili yig'ish jarayonida. Mana bugun o'zimiz kelib ko'rib ketyapmiz. Videoni oxirigacha ko'ring, narxlarini sizga batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Kim tayyor biznes qilmoqchi bo'lsa yoki uy joy qilib ishlatsa ham bo'ladi, bu yerni egalari bilan kelishgan holatda hujjatlar tayyor qilib beriladi. Xo'p, bu tarafi qo'shimcha qismi. Mana bu devorning orqasida yana 2,5 metr qo'shimcha maydoni bor. Shu bilan 18 sotixdan ortiq yer maydoniga ega bo'ladi. Ustlari yopilgan, isitish tizimlari bor. Eng asosiysi yerlari unumdor qora tuproqdan ekan. Hosillarni ekkan hosilingiz zo'r beradi. Baquvvat bo'lgan turbalardan yasalgan. Turbalari sug'orish tizimi ham tizimlashtirilgan. Xo'p, bu parnigimizni uzunligi 60 metr, eni esa 30 metrdan iborat. To'rtburchak shaklda, atroflari devor bilan, mana bu o'rtadagi devorlari shlaka blok bilan, chekadagi devorlari esa pishgan g'isht bilan o'ralgan. Toza suv va tok, elektr energiyasi tortilgan. Mahallaning ichida joylashgan. Manzillarini ko'rsatib o'tamiz sizlarga hozir. Sug'orish tizimi tomchilatib sug'orish tizimiga o'tkazilgan. Bu yerga kerakli bo'lgan ozuqalarni solib, motor orqali mana bunday tomchilatib sug'orishga mo'ljallangan. Ko'chasining umumiy tashqi ko'rinishi, parniklarni tepasini sanaydigan bo'lsak, 1, 2, 3, 4, 5 ta qavat qilib yopilgan. Baquvvat temirlardan yasalgan. Mana bu esa ko'chaning tashqi ko'rinishi. Bu tarafi asfalt betonlangan. Yaqinda bu ko'chalarimiz hammasi asfalt bo'ladi va tekis yo'lga aylanadi. Xo'p, devorlarida baquvvat yuqori qismiga betonlar quyilgan. Shamol uchib ketmaydigan qilib, kelayotgan shamol tepasiga chiqib o'tib ketaveradi, ya'ni sizni parnigingizni uchirib ketib qolmaydi. Atroflarida mevali daraxtlari bor. Bu kirish qismining ikkinchi tomoni, narigi tarafdagi esa birinchi tomon. Bu tarafdan ham kirsa bo'ladi. Bu parnigimizni yana bir tomoni ko'mir bilan bemalol isitsa bo'ladi. Hamma joyida baquvvat bo'lgan temirlardan yasalgan. Orqa tarafida mana bunday portichkalar qo'yilgan, havo almashtirish tizimlari qilingan. Isib ketgan paytda ikkala tomonda portichkalarni ochish orqali sovutish mumkin. Tayyor biznes qilaman degan akalarga ushbu videoni yuborib qo'yasizlar. Hozir ushbu parnikning orqa tarafini ko'rib chiqamiz. Bu esa orqa tarafiga o'tish eshigi. Bu esa orqa tomoni. Pechkalarni ko'ramiz. $3,000 dan ortiqroqqa ko'mir katyol olib kelingan. Ya'ni mana shu parnikni isitish uchun. Mana shunday ko'mir katyollar bilan jihozlangan. Mana bu esa orqa tarafdagi 2,5 metrga yaqin keladigan qo'shimcha joy. Bu yer bilan o'lchaganda 18 sotix keladi umumiy yer maydoni.
Orqa tarafingiz dala maydoni bo'lib, sizni hech kim bezovta qilmaydi. Bemalol foydalanib bu yerda tayyor biznes qilishingiz mumkin. Egalari bu uyimizga tayyor turar joyimizga 100 ming dollar narx so'rayapti. Kelishiladigan joyi bor. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi yana ham.